ilgari vaqt iste'mol qilmagansiz bizgacha? Yo'q. Teng bo'ling, sizga vaqt kerak bo'ladi. Feruzaxon, mana bizni mahsulotlarimizni iste'mol qildingiz. Mana 2 hafta o'tdi. Shu o'zingizdan natijalar bilan bo'lishsangiz demoqchi edim. Albatta. Birinchi navbatda men mana shu choy haqida gapirmoqchiman. Menga o'sha Slavitimniy choy, ya'ni menimcha bu muammo ko'p insonlarda bor. Ya'ni o'sha ichish o'z vaqtida kelmasligi. Men bu choyni ichib o'zimda shunaqa yengillik his qildim va siz boshida aytdingiz, bizani mahsulotlarni ichganingizdan keyin uzog'i shu 1 oy, 2 oy, 3 oyda rezultat ko'rasiz deb. Lekin men bu choyda o'sha 2-kundayoq rezultatni sezdim va bu choyni ichgandan keyin yengillikni his qildim. Voy, buncha yaxshi ekan deb qoldim, nega oldim bilmagan ekanman deb. Xullas, bu choyga gap yo'q. Eng kerakli narsa men uchun yillar mobaynida meni qiynab kelayotgan o'sha muammodan bitta choyda qutuldim. Yana oldin men Sano choylarini ichganman, yana Slim choylari bo'lardi. O'sha aptekalardan olib ichganman, lekin ularni ta'miga kelganda achimtir nimadir bor. Sanoniki masalan. Bunda shunaqa juda chiroyli o'ylagan ekansizlar. Ham achimtir ta'm bor, orqasida shirasi ham bor, nimadir bor deyman deb bo'pti. Lekin maza qildim. Bunga gap yo'q. Xursandmiz. Endi immunoga kelsak, bu juda ham tez shamollab qolaman. Juda ham slabi bo'lib qolgandim. Hozir buni ichishni boshlaganimdan keyin qanaqadir o'zimni tetik his qilishni boshladim. Buni rezultatini где-то 1 haftalardan keyin sezishni boshladim. Shunda ham siz aytganday o'z vaqtida ichmadim. Lekin shunda ham rezultat sezdim. Endi Xudo xolasa yana ozgina davom ettirsam, yana ham a'lo darajada bo'ladi degan umiddaman, Xudo xolasa. Bu Omegaga kelsak, sochim juda ham ko'p to'kilyotdi. Hozir o'zi sezayotgan bo'lsangiz kerak. Yaltillab qoldi deydi-yu. Yaltillab qanaqadir jilovlanishni boshladi. Lekin to'kilishi bor, hali ham yo'q emas. Birdaniga to'xtab qoldi deya olmayman, chunki tomoshabinlarni aldash niyatim yo'q. Lekin buni ichishni boshlaganimdan keyin sochlarim tovlanishni boshladi, yaltirab, ozgina menimcha uyg'ondi deb o'ylayman. Xudo xolasa buni ham ichishim kerak ekan dedim. Lekin oldin bunaqa mahsulotlar umuman ichmaganman. Masalan, Omega olib, aptekadan bo'lsa ham olib ichmaganman. Balki shundandir. O'sha defitsitdan to'ldirishimiz kerak, unga vaqt kerak bo'ladi. Xudo xolasa bo'ladi. Faqat o'z sochga emas, bu immunitetizga, umuman organizm gormonal holatiga yaxshi yordam beradi. Organizm terini holatini yaxshilashga yaxshi yordam beradi. Endi dalshi ichsam yaxshi bo'lsa kerak, lekin meni hozir sezgan narsam bu sochimda. Sochimda rezultatni sezdim, yaltirab, jilovlanishni boshladi-da. Ha dedim, oldin sal ko'p to'kilib, sinib, yuvib chiqsangiz ham, ukladka qilsangiz ham bunaqa jilovlanmayapti. Bu kollagenga keladigan bo'lsak, menimcha o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak, ya'ni do-posle qilib qo'yarsiz, balki o'tgan safargi suhbatimizda qanaqadir qoraroq edi yuzlarim. O'sha aytgan ko'rinishingiz o'zgarganda, real o'zgargan. Ha, menimcha buni ichishni boshlaganimdan keyin deb o'ylayman. Ozgina ham ko'zlarim tagidagi charchoqlar ketdimi deb o'ylayman. Endi buni uzoqda tomosha qilgan odam ko'ra oladi. O'zim xatolarimni, ya'ni o'zim kamchiliklarimni seza olmayman. Lekin bunda ham juda gap katta ekan. O'sha terini oqartirib, ichishidan oqartirar ekan va terini tekis bo'lishiga men yuzimdan sezdim. Mana bu yerda ozgina kirib charchoqlar bor edi o'tgan safar. Endi Xudo xolasa bu kollagensiz davom ettiramiz. Agar buni ichadigan bo'lsangiz, mana hozir ko'pchilikka ommaga tarqalib ketgan-ku, salonlarga borib mezoterapiya qilish, ukol inyeksiyalar qilishda, unga ehtiyoj qolmaydi. Shunday, mana ko'pchilik mana bitta второй подбородок deydi-ku, osilish holati bo'ladi. Bor, bizda ham. Lekin sizda sezilmaydi bunaqa. Qisqasi o'shani ham tonus beradi, namlantirib beradi, o'sha erta tushadigan ajinlarga yaxshi yordam beradi. Hozir davom ettiramiz buni.
kamida 3 oy davomida o'tgan safar ham aytgandim. Chunki xohlaysizmi yo'qmi inson o'zini zapasini ishlatadi. Masalan, kollagen sintez qilmaydi, sizda ham menga ham o'sha kech bo'lgan o'sha. Shunday. 25 yoshgacha sintez qiladi deyilgandi-ku, o'sha o'tdik biz u yoshlar. Agar biz to'ldirib turmaydigan bo'lsak, suyagimizdan, to'g'ayimizdan, tishimizdan hamma joydan oladi-da. O'sha to'ldirib turishimiz kerak bo'ladi. Endi bu kollagen yaxshi joyi gialuron kislotasi bor-da. Gialuronka. Eng kerakli ayollarga kerakli bo'lgan Shunaqa. gialuron. Vkusi qanday, mazasi? Zo'r. Faqat bunga sal ko'nikolmadim. Chunki baribir yog'da bu. Men o'zi anaqa yog'li narsalar bilan chiqishmayman. Amallab tili tagiga tegmanu. No, menimcha chidasa bo'ladi. Lekin bularga gap yo'q. Bularni maza qildim. Shirin buni o'sha immuno ertalab sahar turib ichganda, sahar 11 da ichganimda yaxshi edi. Siz aytgandek ichgandan keyin ozgina mana bu qizishlar bor edi. Keyin men o'yladim shu ozgina turish kerak, mana shu qizish, hali suv ichib yubormay deganlar dedim. Ichgandan keyin bu siz aytgandek 15-20 minut mashlarim qizib turdi har doim. Shunaqa effekti bor, shunaqa natijasi bor. Endi bu immunitetni zo'r ko'tarib beradi. Men sizga o'tgan safar aytgandim, gormonal holat, immun tizim, asab tizimida shu uchovi zo'r ishlasa, biz sog'lom bo'lamiz. Xudo xohlasa uchta tizimni aksiga tiklab olsak yaxshi bo'ladi. Energetikangiz zo'r bo'ladi. Birinchi o'rinda. Endi siz aytgandek, boya aytib o'tganingizdek, oldin batlar ichmaganim hisobiga juda tez rezultat ola olmasam kerak deb o'ylayman. Menimcha hech bo'lmasa 3 ta kursdan keyin zo'r rezultat bo'lsa kerak, menimcha 100% bo'lsa kerak deb o'ylayman. Faqat siz hammasini joy-joyiga qo'yib ichishingiz kerak bo'ladi. Ha, endi hali ham joy-joyiga qo'yib icha olmadim lekin. O'shani joy-joyiga suv balansi, ovqat ratsioni, jismoniy xatti-harakat bo'lsa zo'r bo'ladi. Fursatda endi kursni davom ettiramiz, ikkinchi bosqichga o'tamiz. Sizga qo'shimcha mahsulotlar beramiz. Ikkinchi etapda o'z mahsulotlari bor-da. Sizga hozir davom ettiramiz endi. Beauty kollagen sizga aytdim 3 oygacha davom ettiramiz. Bu beauty kollagen soch teri tirnoq uchun. Keyin slim kollagen qo'shamiz уже. Bu ozgina vaznni nazorat qilish uchun. Ortiqcha vazn uncha sizda yo'q-ku, lekin baribir formani ushlash uchun. Ya'ni bu o'sha soch va tirnoq uchun. Bu ozdiruvchi kollagen emas. Bu faqat ozdiradi. Buni qiladigan ishi oshqozon osti bezini yaxshilaydi, hazm qilishni yaxshilaydi. Jigarda yog' bosish holati bo'ladi-yu, jiroviy gepatoz deb ataladi. O'shani yaxshi yaratib beradi. Hatto qandli diabetda kimda moyillik bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatga ham yaxshi. Ya'ni glyukozaga tolerantность deyiladi-da tibbiyotda. O'sha holatga ham yaxshi. Kollagen deyilgan bu ham qo'shimcha-da, to'g'rimi? Bu slim kollagen. Slim ham ozdirib, ham kollagen beradi shunda. Ham qattiq uchun. Mana ko'pchilik yozganda terisi osilib qoladi-yu, osilmasdan ozish uchun. Qorayib, anaqa qilib ozmasligi uchun. Mening eng sevimli preparatim bu. Doim desam, bitta upakovkamizda -3-5 kilogramm bor menda. Yo'q-ey. Bittadan. Bittaning o'zida. Ya'ni 3 kilo, 4 kilo. -3-5. 5. Da, 3-5 shu atrofida. Necha kunga yetadi? 12 kunga yetadi. 12 kundan men o'zim natija. Men xizmat safarlarida ko'p bo'laman. Endi o'rta bilasiz, mehmondorchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi, ratsion buziladi. O'sha holatda ortiqcha vazn, diskomfort qilsam, sразу ichaman. O'sha bitta upakovkada sразу atrofimdagilar sezadi. Ichish tartibi qanaqa buni? Ichish tartibi juda ham oson. Masalan, sizga nimadir yegisi keladi, perkus deydi. Perkus vaqtlari bo'ladi-da. Ya'ni obed где-то 3-4-5lar. Masalan, siz kollagen hozir 10larda ichyapsiz-ku. Buni soat 3-4 larda. Nimada xohlayapsiz-a? Buni ta'siri qanaqa bo'ladi? Qarang. Ishtahayingizni pasaytirib beradi. Ishtahayingizda mana o'zi kechga o'zi ujin qilmaslik kerak kakras. 3-4 larga ichsangiz ovqatiga bo'lgan ehtiyoj pasayadi. Keyin ichaklaringizdan yog'larning so'rilishini pasaytirib beradi. Mana yog' kerak emasda bizga. Keyin xohlaysizmi yo'q, bari shirinlik yeyish odatimiz bor. Shunday. Ortiqcha uglevod yog'qa sintez bo'ladi-da bizda. Yog' shirinlikdan yog' sintez bo'ladi. Mana shu jarayonni to'xtatib beradi. Tushunarli. Demak, buni 12 kun davomida shu uzundan 2 soat, 3 soat oldin ichiladigan. Ko'rinishi bir xil, tarkibi ikki xil. Ko'rinishi. Ko'rinishi bir xil. Vkusi ham приятно. Bunda greypfrut mevasi bor. Biroz nordonroq. Lekin menga juda ham yoqadi.
Buni iloj bo'lsa suvga qo'shmasdan ichadigan bo'lsangiz yana zo'r rezultat bo'ladi. Xuddi kollagenga o'xshagan 10-15 ml donni kam stikni o'zidan ichadigan bo'lsangiz, haqiqatan zo'r bo'ladi. Shtob oshqozonga tushib, ichaklarga tushib o'tirmasin-da. Shunaqa. И sizga yana immunitetingizni ko'tarish uchun mana o'sha kuz sezoni, mana o'zimda ham biroz hozir shunaqa belgilar bor. Yengil shamollash, o'zim ichyapman, shaxsan o'zimni eng yaxshi ko'rgan mahsulotlarimni beryapman sizga. Lёгкий choyi bu mana yuqori nafas yo'llarida shamollash bo'lishi mumkin, tomoqda qizish bo'lishi mumkin-da. Yoki temperatura sababsiz temperatura o'sha holatlarga yaxshi yordam beradi. Buni ichish tartibi o'sha oldingi cho'zga o'xshagan. Qaynagan 90 gradus sovigan suvga mana shu 1 litrlik choynakka damlaysiz. Mana как раз choyni ichyapsiz. Syomka jarayonlari ba'zida cho'zilib ketib qolib, shu noch sahnalari kechasi 2-1 larga shunaqa cho'zilyapti-da. Shu payti ozgina oyog'imdan zax o'tib, anaqa varaja bo'lib, shundan menimcha tez shamollab qolaman deb o'ylayapman. Pullar bo'lib qolishi mumkin. Demak, yugurib kelib shu choydan ichib olish kerak ekan. O'zingizga yoningizga tanlab olib yursangiz ham bo'ladi. Mana bu sizga so'nggi hozircha programma bo'yicha Femina Novo preparatimiz, mahsulotimiz. Bu ayollik energetikasi uchun. Ayollarda bo'ladi, turli xil gormonal holat. Men sizga boya aytdim-da, 3 ta kit dedim-ku. Gormonal holat, immun tizim va asab tizimida. Hozir 3 ta tizimimizni ham tiklayapmiz. Masalan, choylar immun tizimiga, sizga kollagenni aynan bu. Mana bu asab bilan gormonal holatingizga yaxshi yordam beradi. Baribir ayollik muammolari bo'ladi-yu, mana qizlarimizda hozir ko'payib ketdi, hayz buzilish holati yoki ko'krak bezi sababsiz og'riqlar ko'payib ketdi. Ko'p keladi, men ko'p murojaat qilishadi shunaqa. Yuragi deb keladi, lekin yurak emas u. Yoki klimix og'riq o'tyapti ko'pchilikda. Mana davleniyasi ham bunaqasiga o'ynaydi, kayfiyati ham o'ynaydi-da. Real ayollarning energetikasi. Sizga yana qo'shimcha energiya beradi. Tushunarli. O'zi sizdan so'ramoqchi edim, charchoqlarim ko'p. Ertalab tursam ham, tez charchab qolish, holsizlik. Demak, holsizlikka, charchoqlarga buni o'zi yetadi. Holsizlik, charchoq, qanaqa kayfiyat o'zgarishlari bo'lishi mumkin. Hatto bitta bemorimiz shunaqa holat bo'lgan. Shu chuqur depressiya holati bo'lganda, 2-3 martalar ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan, hech lechina olmaganda, davo ko'rmagan. Bitta shuni o'zi bilan chiqib ketdi depressiya. Bitta shu preparatni o'zi. Demak, farzandsizlik holatlariga ham yaxshi yordam beradi bu. Shamollash. Sistitlarga ham yaxshi, kстати. Qisqasi ayollarga juda ham kerak bo'lgan. Ayollarga juda ham kerak. Shuning uchun femina deb qo'ygan ayol. Ya'ni yangilangan ayol. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shu berayotgan mahsulotlaringizni qulay tomoni, ya'ni biz ishdagi ayollarmiz, masalan, ishda yurganlarga ham ichish juda ham udobniy ekan. Suv ba'zida dori ichish uchun boshing og'risa ham suv yo'q, dori icha olmaysan. Suv olish kerak, yo suv qayerda deb qidirib qolasiz. Lekin mana bu siz berayotgan mahsulotlarda hech birini shu suvsiz ham любой joyda ichib ketsa bo'ladi va bularni anaqa har biri alohida nimalarda bo'lgani sababli sumkangizga ham, kostyumingizni chetiga ham solib qo'ysangiz joy egallamaydi. любой vaqt o'sha vaqti kelganda dorini shartta olib ship etib ichib olsa bo'lar ekan. Mazasi ham zo'r, gap yo'q lekin. Xudo xolasa bu qancha vaqt muddatida ichib tugatilishi kerak? Hozir sizga yana men 12 kunlik kollagen berdim. 3 oy 20 kunga yetadi. Femina 1,5 oyga yetadi. 1,5 oy. Choylar 20 kunga yetadi. Buni qachon ichaman? Buni amiga ichyapsiz-ku? Ha, ertalab. Amiga bilan o'rtasini 15-20 minut. 15-20 minut. Tushunarli. Sразу suv ichmaysiz, til ostidan suvilish kerak bu qonga. Suv ichadigan bo'lsa, sразу tushadi oshqozonga. Shunaqa. Xo'p, tushunarli. Rahmat. Bo'ldi. Xudo xolasa yana kutib qolamiz. Rezultatlar bilan siz bilan bo'lishaman. 2 haftadan keyin. Kelishdik. Rahmat.